Mashg'ulot paytida Cristiano Ronaldo hazillashib Pepening boshiga suv quyadi. Kulgu, do'stlik, hurmat hammasi samimiy edi, lekin keyingi o'yinda bir irlandiyalik futbolchi Cristiano Ronaldoga qo'l ko'tardi va Pepe buni shunchaki tomosha qilib turadiganlardan emas edi. To'p har safar unga kelganida u ichida javob zarbasini ko'tardi va nihoyat raqibiga keskin javob qaytardi. Hurmatni eslatib qo'yish uchun. Chunki Pepe uchun Ronaldo shunchaki jamoadosh emas. Hatto Dani Alves ham Ronaldoga qo'pol o'ynaganida Pepe buni javobsiz qoldirmadi. U yanada qat'iyroq javob berdi, chunki uning nazarida Cristiano Ronaldo nafaqat do'st, balki aka-ukadek yaqin inson. Portugaliya terma jamoasi mag'lub bo'lgan paytda Pepe ko'z yoshlarini yashira olmadi. O'sha lahzada Cristiano Ronaldo uning yonida turib dalda berdi. G'alaba kunlarida ham ular birga. Pepe do'stini bag'riga bosib yana bir sovrin bilan tabriklaydi. Bu shunchaki futbol emas, bu haqiqiy do'stlik, sadoqat va hurmat hikoyasi.